ukam evakuator olib kelib bizda ham bo'ladi, o'ta bet qilinadi. Hamma yoqda bo'ladi ular. Mani ko'zmi? Qani. Assalomu alaykum. 23-yil Gentry keldi. Probegi bilan kraskasini ko'ramiz, boshladik. Har doimgidek atsekdan boshlaymiz. Kapot joyida, germetika joyida turibdi. Yo'da ham bordlari joyida. Mana shu kichkina pitno sepilgan ekan. Ko'ryaptimi aka? Mana qora bo'lib turibdi, mana oq bo'lib turibdi. Kichkina pitno. Mashina kirili o'ziniki, mana shu kichkina pitno qilingan. Razmeri yaxshi chiqdi. Toza ekan. Atsek toza. İçi butun turibdi, shunga qilingan ekan. Tekis. Ko'ryapsizmi kichkina dog'ni? Ha, dog'ni. Ko'ryaptimi sizga? Yo'q, siz ko'rmayapsiz. Hamma ko'ryapti, siz ko'ryapsiz. Nima ko'rmayapmiz? Agar yo menga isbotlab bersangiz, ko'chiraman, tagidan shpaklab chiqadi. Keyin remontga o'zingiz отдельно to'laysiz. Pitno bor, nima? Qayerda bor ekan pitno? Mana mana shuni ko'ryapman. Soatda bo'lyapti o'shanga. Tekshirtirib kelishgan. O'zing ham bilmagansan desam buni. Qancha o'tib berish kerak endi bunga? Mana azgina mana chiqib qoldi endi. Sen ham bilmagansan. Bor pitno mana. Aka, biz salondan olib chiqamiz-ku. Sen tushunmayapsan. Nima uchun salonda pitno bor? Salonda bo'lgan, o'tib bo'lganda. Endi bitta Asadbek qarang. Shu akangiz haydab urganmi, zavodda urganmi, salonda urganmi, o'sha yerda fakt ishda va ishda qirilgan joyi pitnosi bor. Boshqa narsa yo'q bu. O'sha payt boshida aytdim. Bitta joyda bir narsa bo'lsa, nima qilamiz desam, aka o'tib beraman dedi. Aka, men ishonaman bu yoqda. O'tib berdim bo'pti. Balki o'sha opitnilar aytayotganlarida mana nima deydi? Salonda o'zida qirib, sразу to'g'rilab olganmi? Mashinani tekshirib chiqdik. Chap taraf oldi kirilosida pitno bor ekan, bamperda pitno bor ekan. Qolgan joyi toza chiqdi. Probegimiz nima bo'ldi? Probeglar 77 ming chiqdi. Egalari ko'rib olishdi. Toza ekan. Probegi toza, xudo xohlasa. Aka salomat bo'ling, yaxshiligi ko'p xizmat qilsin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.